Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. 22 dekabr kuni Sharq Turkiston uchun zulmatning boshlangan. Sharq Turkiston xalqining qulluqqa mahkum bo'lgan qara bir kun. Dunyoga bu kunni anglatish, davlatlarga Sharq Turkiston xalqining beshiga kelgan irqiy qirg'inchilikning Xitoyning vatanimizni qonunsiz ishg'ol qilganligi, Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta qo'lga keltirmaguncha Xitoyning zulmidan qutulg'ili bo'lmaydiganligini tunutish, muhojiratdagi har bir Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandining namoyish chaqiriqini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Aldı bilan hammanglarniki shu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugünkü söz qilishimning sababi shu oldimizdagi 12 ayning 22-si dunyoning barliq har joydagi qarindoshlar, barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarni, tashkilotlarni, faoliyatchilarni milliy Sharq Turkiston milliy motam kunida xalqaroga Sharq Turkiston xalqininki Xitoyning Sharq Turkistonda davom qilayotgan ishg'oliyatini, irqiy qirg'inchilikni va mustamlikaga qarshi ekanligimizni yana qaytadan xalqaroga bildirishimiz va bu kunimga norozilik bildirishimizni, motam tutishimiz bilan xalqaroniki bizga yordam berishini va sizning Sharq Turkiston davlatini asliga keltirish uchun bizga harakat qilishga yordam berishini chaqiriq qilamiz qarindoshlar. Bugün masalan bizningki xalqimizda umumlashmagan bir masala bor. Bu mayli tashkilotlar bo'lsin, 72 yilning yozi bu kunni biz motam kuni deb tutib baqqanimiz yo'q. Rasmiy bir motam kuni deb jakalab baqqanimiz yo'q. Chunki davlatchilik prinsipidan, davlatchilik nimasidan yiroqlashib ketganligimiz uchun bu kunninki bizga milliy motam kun ekanligini tasavvur qilib baqqanimiz yo'q, afsus. 12 ayning 22 kuni Xitoy ishg'oliyatchilari, ya'ni Xitoy atalmış Xitoy Xalq Cumhuriyeti va yoki Xitoy Kommunist hokimiyati Sharq Turkiston, ya'ni mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini majburiy qurolli kuch bilan ag'dirib etdi. Va shu kundan boshlab bugungi davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika, ishg'oliyat davomlashib kelyapti. Shu kundan tufayli shu davlatimizni yo'qotib qo'yganimizdan tufayli bugun biz mushu xalqaroninki hamma yerlarda chechilib, sarsaz sargardan bo'lib yashayapmiz. Xalqimiz Sharq Turkistonda qirilib, lagerlarda, kamplarda, turmalarda qirilyapti. Chunki davlatimizni yo'qotib qo'yganligimiz uchun. Va yaqinki bir necha yilgacha davlatimizningki qaysi kunda yo'qolib qolganligini biz bilmay mushunda keldik. Buni biz deganim umumiy Sharq Turkiston xalqi, mayli tashkilotlar bo'lsin, mayli rahbarlar bo'lsin, boshqa narsalar bo'lsin. Chunki har yili 70 yilning yozi qilayotgan da'vo shu Xitoyning 11-ayning birida Xitoy Cumhuriyeti qurilgan kunda Xitoy bizning davlatimiz shu kuni besib oldi deb o'zimizningki davlatimiz qaysi kun yo'qolganligini bilmay mushunda keldik. Hamda davlatimizningki qaysi kun ag'dirilib etganligini bilamiz. Ya'ni 22 dekabr 12 ayning 22-si 1949-kuni. Şununla nisbeten bu biz için bir milli matem günü. Bütün halkımızga, hammamiz için milli matem günü buluş gerek qarindoshlar. Çünkü bayağı aytganimdek, mush kundan, mush davlatimizni yo'qotib qo'yganimizdan tortib hozir qadar irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat, mustamlika davomlashib kelyapti. Va bizningki birdan bir qutulish yo'limiz. Necha yilning yozi da'vat qilamiz, bizning burunqilarni da'vat qilni. Devletimizin asliga ekenmey turib bizningki kishilik huquqimiz, inson haqlarimiz, diniy haqlarimiz,
veya ki insandaki yaşaş hatta mevcutluğumuzni saklayamaymiz öz qarindoshlar. Shuning uchun biz xalqaraga ma millatninki o'lmaganligini bildirishimiz kerak. Buni qanday bildiramiz? Eng oddiy ish hammadamninki qila oladiganini. Bu yerda joningiz ketmaydi, melingiz ketmaydi, boshqa narsangiz ketmaydi. Faqat vaqtingiz. Ish ketsa bir necha soat vaqtingiz ketadi. O'zingizninki turishliq davlatingizdagi parlament deymi, tashqi ishlar ministerligining oldida agar uninga yo'l qo'yilmasa parlamentning oldida matam tutib, norozilik bildirib xalqaraga biz Sharq Turkistonninki mustaqilligini asl keltirish uchun irodamizningki bor ekanligini va bu yo'lda kerak bo'lsa jonimizni, milimizni, qinimizni pido qilishga tayyor ekanligimizni xalqaraga bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun yana deydiganim, mushu kunda agar haqiqatan masalan bu yerda nurg'un tashkilotlar, nurg'un shaxslar, nurg'un atalmış faaliyetçiler özüne "Voy biz vatan üçün canımızı pido qilamiz, voy biz mustaqil deymiz, voy biz vatan üçün kurash qilyapmiz, andan manda" deb 72 yillarni o'zini aldab, xalqni aldab ketyapmiz mana. Shuning uchun agar haqiqatan Sharq Turkistonning mustaqillik uchun kurash qilish niyatingiz bo'lsa, haqiqatan Sharq Turkiston xalqi uchun ko'ngil bildiringiz bo'lsa ve işgaliyetga qarshi turadigan niyatiniz bo'lsa, bu kunda shu o'z turishliq davlatimizning tashqi ishlar ministerligining oldida namoyish uyushtirishsiz ve bu 72 yilning yozi davomlashayotgan ishgaliyatni, irqiy qirg'inchilikni, mustamlikini ayiqlashtirish uchun shu davlatlardan yordam talab qilamiz. Ya'ni yordam talab qilishimiz kerak. Biz bu işgaliyetini qabul qilmaymiz. Bu Xitoy hokimiyatini qabul qilmaymiz. Bizning mustaqil davlatimiz bor edi. Bizningki niyatimiz shu mustaqil davlatimizni asliga keltirish. Bizga yordam ber deb chiroyli chaqiriq qilamiz va bu bizningki qilgan faoliyatimiz xalqaroniki ba'zi davlatlarniki bizningki o'lmaganligimizga biraz ishonch beradi. Onundan keyin biz siz degandek joningizni pido qilish boshqa narsaga bular chiqa oladi ekan, rasvo bo'lmaydi ekanmiz, balki yordam qilsak bo'ldiga o'xshaydi deb bizga yordam berdi o'z qarindoshlar. Oldi bilan biz o'zimiz yordam berishimiz kerak. O'zimiz vaqtimizni chiqirib aşağı bir gün soğuk demey. Dünyanın her qaysilarida bu gün soğuk buludu. Soğuk demey, vaxtimizni chiqirib bununla bu matem gününü hatırlashimiz kerak ve Xitoyninki ishg'oliyatini la'natlashimiz kerak aziz qarindoshlar. O kamplarda, turmalarda sizninki utalarda tug'an soğukdanmi soğuk. Kamplarda, turmalarda qarindoshlarimiz qirilyapti. Biraz vaxtimizni chiqirib bu ishga ko'ngil bilaylik. Shuning uchun agar buningga bu kunga faoliyat qilmaydigan bo'lsa, sizningki masalan bo'lib tashkilot rahbarlari voy mustaqillik deymiz, voy anda qilamiz, voy manda qilamiz, biz Uyg'ur uchun kurash qilyapmiz deydiganlar. Agar bu kunda bu harakatni qilmasangiz, sizningki u ig'zingizdagi shu yolg'ondan boshqa narsalar chiqmaydi shu. Sizningki u haqiqatdan Sharq Turkiston davosiga, Sharq Turkiston xalqiga ko'ngil bilgininiz, ko'nglingiz yo'q ekanligini ifodalagan bo'lasiz. Samimiyatligingizni xalqimizga, xalqaraga samimiyatligingizni ifodalash uchun bu la'nat kunni, matam kunni matam tutishimiz kerak. Dunyoning har qaysi joylarida o'r turishimiz kerak. Birlikda hammamiz bütün dünyada bir kunni qupishimiz kerak. Ve xalqaraga biz Sharq Turkiston xalqi mustaqilligimizdan hargiz voz kechganimiz yo'q. Xitoy Sharq Turkiston Cumhuriyetimizni ag'dirib o'tdi ve biz bununla qarshilik berib keldik ve bundan keyin qarshilik berib kelamiz. Mana jonimizni, milimizni, qinimizni pido qilishga biz tayyor deb o'tirg'i chiqishimiz kerak qarindoshlar. Bunda chiqadim deb ketdim. Shuning uchun bu gapni yana uzoq tutishni
işinin paydası yok. Ma videonu qarindoshlarniki vaqtinglarni chiqarib bir share qilib qo'yishinglarni talab qilaman. Va vaqtinglarni chiqarib shu kunda, masalan, Amerikada biz Amerika tashqi ishlar ministrligi Washington ministrligining oldida, Washington DC'dagi State Department'ning oldida qilamiz. Sizlarmi boshqa yerdagi, masalan, Turkiyadagilar Ankara'niki tashqi ishlar ministrligining oldida namoyish qilishinglar kerak. Xitoyning oldida namoyish qilishning foydasi yo'q. Hiçbir payda qilgani yo'q bizga. Xitoy shu yana dab qilib yuz qalin nejis bijnasi bo'lgandan keyin kulib chavaklab o'tirdi. Ammo biz davlatlarga nima qilishimiz kerak? Agar haqiqatan bizga ko'ngil bilgin bo'lsa, haqiqatan bizga insirab ketgan bo'lsang, unda yordam qilmana. Haqiqatan musulmon bo'lsang, masalan, Turkiya davlatlari va musulmon davlatlari, Turk davlatlari haqiqatan bizani musulmon deydigan bo'lsang, Turk deydigan bo'lsang, mana yordam qil. Davlatimizning ishg'ol ostidagi bir davlat deb e'tirof qil. Irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmagan bo'lsang, e'tirof qil deyishimiz kerak. Va qo'lingdan keladigan har turlik yordamlar bilan bizga yordam qil. Har turlik vositalar bilan bizga davlatimizni asliga keltirish uchun bu irqiy qirg'inchilikni, bu ishg'oliyatni, bu mustamlikani oyoqlashtirish uchun bizga yordam qil deb xalqaroga nima qilishimiz kerak? Jakolishimiz kerak. Rahmat, biz qarindoshlar, ma videoni keng taqib qo'yinglar. Inshaalloh mushu Washington DC'dagi atrofdagi qarindoshlar biz mushu soat 11 dan 1gacha bu çarşamba gün buldu Amerika Tashqi ishlar ministrligining, ya'ni State Department'ning oldida mush matam kunni shu yerda matam tutamiz va Amerika hukumatiga texnik kuchli harakat qilishini, chunki irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib bo'ldi, ammo texnik harakat qilgan, amaliy bir harakat qilgan yo'q. So'zi turishini, harakat qilishini, davlatimizni ishg'oliyat ostidagi davlat deb e'tirof qilishini, u yerda chechilib qolgan hatto green cardlari, asylumlarni berilmagan qarindoshlarımızga asylumni, siyosiy panohlikni, green cardni tizdan chiqarib berishini talab qilamiz va yana bizga davlatimizni asli keltirish uchun amaliy harakat qilishga chaqiriq qilamiz. Ya'ni bizga qanchalik yordam bera olsa, qaysi yo'l bilan shuningga biz tayyor ekanligimizni bildirishimiz kerak. Rahmat. Washington Times gazetida Xitoy Bayden orqali texmo jasoratlanishi mumkin sarlavhalik bir maqola e'lon qilinib, Amerikaning axloqiy, qimmat qarshi, erkinligini kontrol qilish va shakllantirish huquqiga ega bo'lishiga ruxsat qilsa, undaqda Amerika asosiy qonunini buzib tashlaydi. Pat yaqinda keladigan Xitoy xo'jayinlarini qutuldirdi. Amerikadagi korxonalar iqtisodni rivojlantirish, texnik kengayish maqsadida Xitoyni rozi qilishda haddidan oshib ketdi. NBA to'pchilarga vakolatan Xitoy kommunistlarining tarafini tutdi. Hollywoodmi Xitoyning olqishiga erishdi. Amerikadagi kirimi yuqori bo'lgan shirkatlarning e'lonlari, ommaviy munosabatlari, uchurlari, bayonotlari Xitoyning manfaati uchun xizmat qildi. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizgan vahshiyliklarga sal qaraldi. Foydasini orttirish uchun Xitoyda tijorat qiladigan shirkatlar ruhlarini Xitoyga sotdi. Trump davrida Amerika oldingi o'ringa qo'yiladi. Bayden davrida Amerika Xitoyga egilyotdi. Korxonalar Bayden liniyasida mengib, Amerika qonunini kommunist Xitoyning niyatiga bo'ysundiryotdi deyildi. Bosh ministerimiz Salih Xudayar Apandi buningga inkos qaytarib, Prezident Joe Bidenning Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi kuchli harakat qo'llanmasligi, Tayvanga unumli yordam qilmasligi, Xitoy virusidan javobgarlikka tortmasligi Xitoy va uning kompartiyasini jasoratlantirdi dedi. Sharqi Turkistondagi turkiy millatlarning inson haqlari ahvollarining nacharligini tafsiliy tushuntirgan yangi dokladdan Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni Sharq Turkistondan boshqa yerlarga ko'chishga majbur qilganligi oshkorlandi. Aqllar Ambri siyosiy tadqiqot guruhining dokladiga qaraganda, Uyg'urlarni yurtlaridan chiqarishning ishga o'rinlashtirish shirkatining yordami bilan elib berilganligi o'ttirg'a qo'yildi. Aqllar Ambrining aytishicha, ishga o'rinlashtirish shirkati chiqargan e'londa kasbiy unvoni va
Xitoychani ravon so'zlashini talab qilib, 2000 dan ortiq Uyg'ur bilan emgak to'xtamnomasi imzolagan. Qashqardan 3000 dan ortiq Uyg'ur Xitoyning ichkari rayonlariga yerlashgan. Aqillar Amberning aytishicha, bu Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining yangi bir taraqqiyoti ekan. Yangi dokladlar Xitoyning jazo lagerlaridagi Uyg'urlarni nazorat qilib, qo'rqitib, parakanda qilayotganligini o'ttirib qo'ydi. Guan ismli 2019-yili Sharq Turkistonga ziyoratga berib, 2020-yili qaytgan bir Xitoy 20 minutlik bir sында yangi jazo lagerlarini ko'rsatish bilan birga Xitoyning chet elliklarning Sharq Turkistonga ziyorat qilishga yo'l qo'ymaydiganligini aytdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga inkos qaytarib, Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni ichkari o'lkalariga majburiy yerlashtirish bilan bir vaqtda mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatining bir qismi sifatida har kuni yuzlagan, hatto minglagan Xitoy mustamlikachilarini Sharq Turkistonga yerlashtirmoqda dedi. 28 noyabr kuni Sharq Turkiston xalq jamiyati xalqarodagi davlat hukumatlariga Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyligini irqiy qirg'inchilik, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan qonunsiz besib olingan zamin ekanligini e'tirof qildirish uchun namoyish olib bordi. Namoyishda Sharq Turkiston xalq jamiyatining qonuniy vakili Rabiya Namat xonim axborot e'lon qildi. U Sharq Turkistonda Xitoyning yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiliklarni tafsiliy anlatdi. Oxirida mundaq dedi: Sharq Turkiston xalqi tarixdan buyon tinchlikni so'ydigan, insoniyatni so'ydigan, madaniyatlik, oq ko'ngil xalq. Shundaqla tarixdagi xalqaroning siyosiy qaroriga hurmat qilib, tinch yashab kelgan xalq. Afsus, Xitoy tajovuzchilari asli zamin egalari bo'lgan Sharq Turkiston xalqini yo'qotib o'tish uchun masalani o'zi paydo qilib, begunoh xalqlarimizga inson tasavvur qilg'usi zulmlarni qilyotdi. Xitoy tajovuzchilarining bu jinoyatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1948-yili imzolagan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasining 2-moddasiga asosan irqiy qirg'inchilikqa kirdi. Biz Yaponiya hukumatidan dunyodagi yuksak demokratiyani qo'g'duvchi davlatlarning biri bo'lish sifati bilan adolatga ega chiqishini va Sharq Turkiston xalqining demokratik haq-huquqlarini qo'g'dishini, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun tadbir olishini, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga ilib berayotgan vahshiyona jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini va Sharq Turkistonni Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan davlat deb tunishini. Shuning bilan birga Xitoyda o'tkazilish oldida turgan Olimpik yig'inni boykot qilish va chet ellarda yashayotgan Sharq Turkistonliklarning nupus masalasini hal qilib, davlatinglarga qabul qilishinglarni talab qilamiz. Oxirida biz shunday keskin xitob qilamizki, Sharq Turkiston masalasi tarixda xalqaroliq masala bo'lganiga o'xshash bugunmi xalqaroliq masaladir. Bu hargizmi Xitoy tajovuzchilarining davlat xizmatchilaridan tashkillangan atalmish da'vogarlar aytgandek Xitoy tajovuzchilarining ichki masalasi emas. Xitoy tajovuzchilarining mavhum da'vogarlari Sharq Turkiston xalqini siyosiy jihatdan qoralash va Sharq Turkiston xalqining mustaqillik irodasiga buzg'unchilik qilishni davom qilmoqda. Biz ham bu kishilarning qilmishlarini qat'iy inkor qilamiz. Shuningdek, xalqaro jamiyatning tarixiy isbotlarga hurmat qilib, adolat va haqiqat tarafda turib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni va tajovuzchilikni oxirlashtirish uchun kuch chiqarishini o'tinamiz. Yaponiya hukumati va Amerika hukumati boshchiligidagi xalqaro jamiyatning Sharq Turkiston masalasini adolat bilan to'g'ri hal qiladiganligiga ishonamiz. Dushmaningni tunig'inki, uning o'tmishda sening ajdodlaringga, qahramonlaringga, olimlaringga, mutafakkurlaringga, hech bir gunohsiz va ma'sum avlodlaringga, tuproqlaringga, madaniy meroslaringga nimalarni qilganligi esingdan chiqmasin. Uni tunig'inki, har bir qadamingda uningga qarshi tadbiring oqilona bo'lsin. Uzunga so'zilsimi, tayyorliging hech uzilib qolmasin. Agar sen bir kunlari tuyuqsiz uning zarbisiga uchirg'udek bo'lsang, uning changiliga tayyorliksiz tutilg'udek bo'lsang, uning tarafidan o'rniga keltirib ziyonkashlikka uchirg'udek bo'lsang, bilginki bu sening dushmaningning kimligini bilganligingdan emas, balki dushmaningni tonimaganliging yoki yetarlik darajada tonib bo'lolmaganligingning oqibatidir. Burhan Muhammadning yozmalaridan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.